Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Bugun mana shu ajoyib konsertda sizlar bilan diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Alisherdan o'rganyapman men ham. Rahmat. Chiqqandan mana shu boshlandi, mana shu. Zo'r ekan deb. O'zida-o'zi qarshi chalar ekan tomoshabin, shunaqa tursa. Ana. Ana. O'rganib oldim, men ustoz deb qo'ydim hozir, ustoz deb qo'ydim. Salomat bo'lsin. Juda samimiy san'atkor, juda samimiy. Hech bir xafa bo'lganini, qovoq solganini, bir jahli chiqqanini ko'rmaganman shu Alisher Fayzni. Qachon qarasa tabassum bilan mana shundoq. Mana shundoq kattaga ham, kichikka ham, hammaga mana shundoq. Mana shundoq. Salomat bo'lsin. Muxlislari ham samimiy, qarang. Qo'shiqlari ham samimiy. Hamma qo'shiqchilar rashk qilmagan deb qo'shiq aytsa, Alisher Fayz nimaga rashk qilmaysan deb qo'shiq aytadi. Men aytdim, rashk qiladigan ish qil. Yuvoshjon nimasini rashk qiladi buni xotini? Nimasini rashk qiladi? So'tvi telefon ishlatmaydi. Hozir syomka qildi xolos. Umuman ishlatmaydi. To'yga to'g'ri boradi, uyga to'g'ri keladi. Sastav hammasi erkaklar. Tunokuni to'yga bordim, raqqosalar ham erkaklar. Nimasini rashk qiladi? Yana g'aflatda qolmagin deyman, dildor deb qo'yadi yana. Juda bir oilabob ashulachi. Bizi ham oilabob yigit. O'g'linglar kuyov bo'lsin, qizinglar kelin bo'lsin, Alisher Fayz to'ylaringlarda borib xizmat qilsin. Chaqirsanglar orasida bir ro'ga mana boraman, xudo xolisa. To'y bo'lsin ilohim, ha? To'y bo'lsin. Mana hozir yoshlarimizni qarang, to'ylari to'yxonalarda bo'lyapti. Juda chiroyli, ha? Hozir yoshlarni ko'ngliga qarab ota-onalar to'y qilyapti. So'rayapti, yigitlardan so'raydi masalan, o'g'lim, yaxshi ko'rgan qizing bormi? Yo o'zimiz topaylikmi birontasini deydi. Qizlardan ham so'raydi. Qizi orqangdan birontasi keladimi? Ya kelganlardan birontasi o'zimiz tanlaylikmi deydi. To'g'rimi? So'raydi. Mana oldin bunaqa narsa yo'q edi. Mana yoshi ulug' ayollar o'tirishibdi, onaxonlar o'tirishibdi. Oldin sizlardan hech kim so'ramagan, ha? Yaxshi ko'rganing bormi deb so'raganmi? So'ramagan. Shunda ota-ona kirib turib, qizim, tur o'rningdan, sandiqqa ko'ylaklaringdan sol. Ko'rpachadan ol, ishla to'rtta. Ikkita yostiq ham ol, chiq betdan. Voy, tinchlikmi oyijon, er keldi senga, chiq tur. Erga beryapsan. Paranjini o'ra chiq tur. Bu kimga tegyapti? Qayerga tegyapti? Kuyov bola nechinchi yil nima ish qiladi? Hech kim hisobot bermagan. Shundoq paranjiga o'rab, qo'qonavraga ortib olib ketgan. Endi sizlarga savol, nima uchun oldinlari kelinlarni paranjida olib ketgan? Sababi borgan yo'lini eslab qolmasin. Ertaga qaytib kelmasin deb shu paranjiga o'rab olib ketishgan. Mushuni ham adashtirmoqchi bo'lsangiz, qopga solib olib ketasiz-ku. Qaytib keladi bo'lmasa. Bu kelin ham hisoblagan, 4 marta chapga qayrildik. 6 marta o'ngga qayrildik. Bitta razvorot qildik. Keyin qayoqqa yurdik? Nima bo'lsa bo'ldi, peshonamdan ko'rdim, ketdi. Kuyovni ham to'ydan keyin ko'rgan. Siz o'shami? Ha, men o'sha. Mana o'tgan kunlarda ham bor-ku, to'g'rimi? Ha, endi hozir yigitlarni ko'yliga qaraydi ota-onalar, so'raydi. So'ramasa ham aytaveradi bular, beti yo'q. Yigitlar uyalmaydi. Oyijon, men palonchagan qizini yaxshi ko'raman, o'shani olib berasiz menga. Kim? Palonchakani qizi. Voy, o'g'lim,
u sandan katta-yu. Muhabbat yosh tanlamaydi oyijon. Ha uni eri bor-ku. Ular bir-birini sevmas ekan oyijon. Ha, xo'p, mayli, xotiningga nima deysan? Mana shunday ko'payib ketdi hozir. Mana qizlar ayta olmaydi, ular uyaladi. Masalan, falonchini yaxshi ko'raman deb ayta olmaydi, lekin qizlar ham o'ziga pishiq. Ichidan pishgan bular ham. Agar begona yigitdan sovchi kelsa, falonchidan sovchi kelyapti qizim, nima deysan desa, qizlarimiz nima deydi? Oyijon, men hali yerga tegmayman, men hali o'qish bitiraman, shoira bo'laman, keyin o'ylab ko'raman deydi. Agar mabodo o'zini yaxshi ko'rgan yigitidan sovchi kelsa, ha? Falonchidan sovchi kelyapti, nima deysan desa, endi o'qib ham nima bo'lardim oyijon, o'ylab qarasam. Hozir nima ko'p shoira ko'p. Shunda ham roziman demaydi qiz bola, ha? Nima deysan desa, sizlar nima desanglar shu deydi. Qiz bolani bunaqa degani 54 marta roziman degani bo'ladi. Yo, bizda boshqacha baribir. Masalan, chet elda meni kechirasizlar-yu, men aytishga majburman. Xotin, o'sha yigit bilan qiz to'ydan oldin 1 oy birga yashar ekan. Xotin bo'lib. Agar yulduzga to'g'ri kelsa, bir-biriga yoqsa, keyin to'y qilib xotin bo'lar ekan. Bo'lmasa to'g'ri tushuntirib ketaverar ekan. Uzr, seni menga to'g'ri kelmadingizmi? Siz qizim xafa bo'lmas ekan. Yo'q, men bitta sizga to'g'ri kelmayotganim yo'q. Xafa bo'lish yo'q desa, yo'q, birinchi marta majburga ham ketganman. Nechun variantlar ko'p. Ketaverar ekan. Mana qozoqlarda olib qochar ekan. Sovchilikka ham borib o'tirmas ekan, shart mashinaga solib olib qochar ekan, tamom. Kim olib qochsa o'shaniki. To'g'ri olib qochar ekan, onasiga telefon qildi. Oyijon! Ha, bola, tinchlikmi? Meni olib qochishibdi, oyijon. Voy, o'lay, qanaqa mashina? Captiva, oyijon, Captiva. Ha, baxtli bo'l, bolam, qo'sha qari qo'shganing bilan. Bizda mana sovchilikka borishadi, sovchilikka borib qizni o'sha ota-onasidan rozilik oladi. Endi mana shu o'tirgan ayollar, sovchilikka borganlar bormi ishinglarda? Mana qo'linglar ko'taringlar. Qo'hmay ko'taraveringlar, bu savobli ish. Ko'pchilik ikkilanyapti, o'xshamaganmi deyman-da. O'xshamasa ham bola yo'qolib ketasiz. Mana borgan ekan ko'pchilik ayollar, onaxonlarimiz borgan sovchilikka. Hurmatli ayollar, meni kechirasizlar-yu, shu sovchilikka borganda juda ko'p yolg'on gapirasizlar. Deyarli yolg'on gapirasizlar. Masalan, sovchilikka borganda hamma ayollarimiz gapiradigan gapi bor. Nima deydi? Biz xonadoningizga nimalikka? Qulchilikka keldik deb kelinni olib borib rosa ishlatasizlar keyin. O'shaning uchun onaxonlar sovchilikka borganda to'g'risini aytaveringlar. Biz xonadoningizga qulab ketgani keldik. Mana shu gap to'g'ri bo'ladi mana. Yana o'zlaricha badiiy qilib gapirishadi. Sizda bitta gul bor ekan. Bizda bitta bulbul bor. U bulbul ham qiruvchiga kirgan. U bulbulligi qolmagan, qarg'a bo'lib yotibdi. O'shani ham to'g'risini aytaveringlar. Sizda bitta qul bor ekan. Bizda bitta tul bor mametta mana. Vaqt ochilmayapti. Bo'sh bo'lsa mana shunga beringlar, iltimos. Ana shunda to'g'ri bo'ladi mana. To'g'ri. Endi mana o'sha begona xonadondan bir qizni olib ketish ham oson emas. Sovchilikka ham bir marta borilmaydi. 5 marta, 6 marta, 10 martagacha borasiz, kerak bo'lsa. Qizni ota-onasi ham bo'pti deb qo'yavermaydi boshida birinchi marta, to'g'rimi? O'ylab ko'ramiz, hali o'qish kerak. O'zi ikkita diplom olib bo'lgan bo'lsa ham hali yosh. Endi bashaqaday, to'g'rimi? Oson emas. Ayniqsa oldinlari kelinni olib ketish ham oson bo'lmagan.
Mana men yoshligimda o'zim ko'rganman. Avtobus kelardi, avtobus. Eslaysizlarmi? Avtobus kelardi, kelinni olib ketgani. Kelinni bu yoqdan yangalar olib chiqishardi, xayrlashish marosimi bo'lardi. Dahshat. Armiyaga ketayotganda ham bunaqasini ko'rmaganman. Aka, uka, opa, singil, jiyanlari hammasi bilan xayrlashgandan keyin otaga kelganda hech kim chidab tura olmasdi. Qiz bola ham mana shu otasini bo'ynidan ushlab ketmayman derdi mana shunday. Derdim mana shu o'zim amakimni qizni uzatayotganda mana yig'lab o'rganman kichkina bola edim. Mana shu bo'ynidan ushlab olgan ketmayman deyapti-da. Yangalar kelib qo'lini tortib kuchi yetmayapti. Bo'ynidan ushlab olgan 11 bilan qayirib qo'lini. Barmoqlarni orasi plastika gupsa bilan qayirib yechib zo'rg'a yulib olganda. Onasiga yopishib olardi keyin. Onadan ajratib, amallab, qo'lini qayirib, yangalar ham baquvvat bo'lganda. Avtobusga olib kelardi, eshigini sholardi, chiqmayman derdi mana shunday qilib. Chiqmayman bu yoqdan bitta yangi sachidan tortardi, ashqasda. Chiq! Hamma yoq tomon chiq! Tos bu yoqni oyog'idan qayirib olib chiq buni. Ko'nmasa biqiniga deb abara. Muncha-munchaga